Cosmetics endi O'zbekistonda. Sizni bir go'zal misolingiz bor edi Abdukarim aka. Shu misolingizni juda zo'r tushadi-da. Eslasangiz bo'lsa. Ha, o'ting bu yoqqa. Avvalambor assalomu alaykum barchalarga. Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun ajoyib bir uchrashuv, samimiy bir uchrashuv va o'ylaymanki bu uchrashuvdan qo'lga kiritadiganimiz foydalar uzoq vaqt davomida hayotimizda mazmun, ma'no kasb etadi va qandaydir bir go'zal burilishlar bo'lishiga sabab bo'ladi. Hech qursa ichimizda, balki amalimizda ham. Tanishtirib o'taman, yonimdan boshlayman. Sevgili do'stimiz Ikrom Sharif. Muhammad Ali bugungi qahramonimiz va Abdulaziz Muhammad siz sevgan kutubxonachi taxallusi ostida. Bizning kutubxonachimiz Registon TV'da ish boshlaganda kutubxonachi taxallusi bilan ish boshlagan va hayotini bugungi kunda ham kitoblar va kutubxonachilik bilan o'tkazyapti va buni sizlar bilan YouTube orqali bo'lishyapti. Siz haqingizda ko'proq gapirdim, buni keyin hisob kitobini. Mayli, tepani eslatib qo'ying. O'sha gap. O'sha gap. O'sha gap. Endi bu suhbat do'stlar kecha boshlangan. Lekin ayrim bir sabablarga ko'ra bugungacha yetib keldi. Birinchi bayroq haqida davom etamiz. Bayroq. Bir bayroq bor edi. Uni kimlar eslaydi, kimlar eslamaydi. Biz yoshligimizda eslaymiz, kichkinaligimizda sinfimizda burchagida, chap burchagida va o'ng burchagida hozir aniq esimda yo'q bir bayroq turardi. U qizil bayroq edi va populliklari bor edi uni. Juda mashhur edi, boshqa bayroqlardan farqi bor edi va u bayroq kimning sinfida bo'lsa, o'sha sinf maktabdagi eng yaxshi sinf hisoblanardi. Bu bayroqni qo'lga kiritish uchun qolganlar nimalar qilishmasdi. Davomat joyida bo'lish kerak edi, yaxshi o'qish kerak edi, yaxshi baholar olish kerak edi va har hafta u bayroq eng yaxshi sinflarga berilardi. O'sha bayroqni olish uchun hayotimizni jami kuchini, energiyasini biz sarflardik. Men sizga, har uchingizga bu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bugun biz nima qo'ya olamiz o'sha bayroqni o'rniga? Eng to'g'risi nima? Va agar bo'lsa, balki bordir, meni xabarim yo'qdir. U nima bo'lish kerak yoki nima hozir? Ikrom aka, sizdan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Avvalambor hammaga, tomoshabinlarga ham. Xo'p, bu yerda ko'ringan narsa, men u davrda eslolmayman, lekin u davrda tug'ilganman. Ko'p eshitganman aytganingizdek. Buni eshitar ekan meni hayolimga shunday birinchi keladigan narsa, demak inson qachon nima ish qilar ekan, albatta nimadirdan tamah qilib qiladi. Tamasiz, bir umidsiz, bir maqsadsiz ish qilmaydi. O'sha bu hamma insonda tabiatda bor, tuzug'ini ham, buzug'ini ham, kattani ham, kichigini ham. U paytda o'sha tuzum insonlarni bir ma'lum bir chegarada ushlash maqsadida, demak, bir maqsad qo'yib bergan ularga. O'sha maqsad orasida to'plashni maqsad qilgan, keyin to'plangan o'sha talabalar deymizmi, o'quvchilar deymizmi, o'zlarining g'oyalarini boshqalarga singdirgan. Nima qilsam, shu bayroq uchun qilaman, maqsadim shu degan narsa. O'ylaymanki, bu butun insoniyatni o'zi hayotda, har bir insoniyatda hayotda maqsadi bo'lishi kerak degani bu. Faqat o'sha maqsadni endi qanaqa bo'lishi kerakligi haqida endi menimcha suhbat davomida yana ochishga harakat qilamiz. Ya'ni u bayroq maqsad. Inson hayotda yashar ekan, oldida albatta maqsadi bo'lishi kerak. Nima qilmoqchiman, qachon qilmoqchiman, qanday qilmoqchiman, nima uchun shuni qilmoqchiman degan bir savollarni qo'yib, shuni oldiga bir maqsad qo'yish kerak. Menimcha o'sha agar mana shu maqsad qancha chiroyli bo'lsa, qancha puxta bo'lsa va qancha boshqalarga manfaati tegadigan bo'lsa, shuncha odamlarni o'ziga tortadigan, shuncha mustahkam va shuncha oliy bayroqqa aylanadi. Inshaalloh. Inshaalloh. Muhammad Ali, sizni eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Men bayroq sifatida nimani ko'raman? Va nimani bayroq sifatida qo'ysakki, butun xalq o'shanga intiladi. Kerak bo'lsa bir musobaqa qilinadi. Yaxshilik yo'lida musobaqa qilish kerak o'zi aslida. Kecha aytdik, shu Seyshel orollarida bir hafta turib
Va u orollarni tark etarkanmiz, aeroportga kelayotib Muzaffar hoji akamizga bir gap aytdim. Hoji aka, men O'zbekistonda tug'ilganimga bir shukur qildim. Men musulmon bo'lib tug'ilganimga bir shukur qildim bu yerga kelib. Nimaga deganda, bu odamlarni qarang. Faqat buguni uchun yashaydi bular. Aksariyat. Soat 4gacha shu kelgan turistlardan bir amallab pul undirib olsa-yu, 4dan keyin ayol erkak aralash pivo ichib kunini kechasini o'tkazishni xohlashadi. Bir aniq bir dard yo'q ularda. Bir millatni o'ylash, boshqalarni o'ylash haqida. Faqat o'zi va hamma qadar bir bolalarni ham o'ylash mumkin, lekin undan uyog'iga o'tolmayapti. Men xursand bo'ldimki, bizda dard bor, bizda siz aytgan maqsad bor. Kim seni agar shod etmasa darding sening, bo'ylakim ul emas marding sening degan gap bor-ku. Ya'ni biz hozir bayroq sifatida millat qahramoni bo'lish degan narsani qo'yishimiz kerakmi deb o'ylab qoldim men. Ya'ni har bir inson mas'uliyatni bo'yniga olib, u bir buyukligini his qilib, yer yuzida bitta buyuk inson qolgan bo'lsa, o'sha menman. Insoniyatni agar johiliyatdan qutqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, uni faqat bitta odam qila olsa, o'sha menman deb agar hamma harakat qilganda, hamma o'zini isloh qilganda, jamiyatda ixtiloflar bo'lmasdi va mayda narsalarga o'ralashib qolmasdik biz. Operativ, taktik narsalardan strategiyaga o'tgan bo'lardik. Neil Armstrong xotiralarida aytadiki, men oyga borib Amerikani bayrog'ini chanchib qo'yib, yerga qaradim dedi. Endi kimdir ishonadi, bu ham ixtilofli masala. Neil Armstrong oyga chiqmagan deydi, kimdir chiqqan deydi. Chiqqan-chiqmagan taqdirda ham bu yerda mohiyat muhim. Oldimda ko'm-ko'k sayyora turardi dedi. Va men bosh barmog'imni mana shunday qildim dedi. Orqasi ko'rinmay qoldi. Shu qadar bir kichik sayyora bu katta bir kosmosda oldida turardiki, ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Biz mana shu kichkina bir nuqta uchun bir-birimiz bilan jang qilyapmiz. Biz maqsad qilib to'liq egallanilmaydi. Shuni bir parchasi uchun buyuk bir inson degan zotga qarshi chiqyapmizmi deb yig'ladim deydi-da. O'sha biz nimalarni motiv sifatida qo'yapmiz hozir, shular haqida bugun gaplashamiz. Men umuman olganda eng avvalo o'zimiz kimligimizni anglab olaylik. Alloh taolo bizni bekorga ayni mana shu zamonda yaratilishimiz iroda qilmadi. Bekorga ayni O'zbekistonga jo'natmadi. Bizni bilingki, mana shu joydan turib dunyoga aytadigan so'zimiz, gapimiz bor va dunyo miqyosida ahamiyatga molik qiladigan ishimiz bor. Shuni birinchi har bir insonga singdirishimiz kerak. Biz o'zimizga nisbatan hurmatimiz olib qo'yilgan. Ko'p yillar davomida o'sha bayroq uni qaytarib qo'yishni nima qo'ysak ham u bayroqni o'rniga. Birinchi bizga qaytarib beradigani o'sha o'zimizga bo'lgan hurmat bo'lish kerak. Ana undan keyin biz jang sahnasiga boshqa odamlar bo'lib chiqamiz. Abdulaziz Muhabbatda eshitamiz, marhamat. Katta rahmat Abdukarim aka. Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Men bugun bayroq to'g'risidan ham ko'ra bayroqni qabul qilib olayotgan insonlar to'g'risida bir diqqatli narsaga ko'z bermoqchi edim. Hozirgi yoshlarimiz hozir bir TikTok, YouTube yoki bo'lmasa shu qatlamlarda, ijtimoiy tarmoqlarda trend bo'layotgan insonlar yoki bo'lmasa o'zini orqasidan ergashtirayotgan insonlar bayroq tutgan insonlar. Qachonki u bayroq haq bir insonni, haqdor bir insonni qo'liga yetib boradigan bo'lsa, uni orqasidan xuddi sayohatga tur firmalar bilan ketadigan bo'lsak, bir bayroq ko'tarib yurgan bir inson bo'ladi. Orqasidan hamma ergashib, shu bayroq bizni bayroq deydi. Shu bayroq orqasiga ergashishimiz kerak deb hammasi adashmasdan to'g'ri ketadi. Va hozir ijtimoiy tarmoqlarda bayroq ko'targan insonlar xuddi shunaqa. Kim nimani izlasa, o'sha bayroqning orqasidan ketadi. Lekin bayroqni ko'tarayotgan insonlar shunga mos va xos bo'lishligi kerak. Kecha ham bir eslatib o'tgandik, ko'chat misolida. Bir yerga ko'chat ekar ekanmiz, bir urug' ekar ekanmiz. Agar qo'limizda faqatgina bir chelak suv bo'lsa, zog'i bilan 20 ta 30 ta ko'chatga suv bera olamiz. Lekin agar 1 tonnalik bir katta bir hovuzdagi suvimiz bo'lsa, u hovuzni olib keladigan bo'lsak, u hovuzdagi suv minglab, millionlab urug'larga uni bo'sish uchun bir suv manbai, ozuqa bo'ladi. Hozir bayroqni ko'taradigan insonlar xuddi shunday bo'lishi kerak. Ya'ni bir chelak ilmi bo'lib turgan holatida agar buni ilmga chaqadigan bo'lsak, ilmga qiyos qiladigan bo'lsak, bir chelak suv bor paytida agar
maydonga chiqib bayroqni olaman desa, uzog'i bilan 10 yoki 15 ta insonni hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin. Lekin agar bir hovuzlik ilm bilan bayroqni qo'liga ko'taraman desa, u minglab, millionlab insonlarning hayotini juda yaxshi tomonga, juda go'zal tomonga o'zgartirib yuborishi mumkin. Buni misol uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan misol keltiradigan bo'lsak, ya'ni butun dunyo tarixidagi eng go'zal bayroqlarni payg'ambarlar ko'targan. Buni eng katta misollaridan biri Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lsalar, arab xalqini bir badaviy xalqdan qanday bir go'zal xalq bo'lishi uchun bir o'zini orqasidan ergashtira olgan bayroqni tutgan inson sifatida, namuna sifatida ko'ra olamiz. Bizda mana shu katta bayroq yetaklaydigan kichkina bayroqni ko'taradigan insonlar kerak bizga va u insonlar ilmda, odobda, taqvoda va Allohga tavakkulda hammaga o'rnak bo'la oladigan va faqatgina yulduzlarga o'xshab turib bir yonib bir o'chib qoladigan insonlar emas. Ya'ni doimiy yonib, doimiy turadigan yulduzlardek turadigan inshaalloh insonlarni tayyorlaydigan bo'lsak va shunga xos bo'lgan insonlarni yetishtirib chiqaradigan bo'lsak, bu bayroqlar hali bizni juda yaxshi tomonlariga inshaalloh yetaklab boradi, umid qilaman. Inshaalloh. Abdulaziz Muhammadga rahmat aytamiz. Bir tribuna tasavvur qiling. 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlar bor. Men bitta animatsiyasini chizib qo'yibman. Odamlar chiqyapti unga, eng tepasiga chiqmoqchi. U yerda boyagi onur turibdi. Onur ya'ni hurmat turibdi. Bu yerdagi odamlar yarmi chiqadiganini qaytarib tepib tushiryapti. Chunki tepadagi nimaligini bilmaydi. O'zini hurmat qilgan odam boshqani tepmaydi. Ular o'zini hurmat qilmoqchi, lekin bu joyga boshqalar tepib chiqmoqchi. Bu paradoks. Ya'ni mumkin emas. Inson o'zini hurmat qilishni boshlashi uchun boshqani tepadigan biri bo'lishi mumkin emas. Agar shunday bo'lsa, u hech qachon o'zini hurmat qila olmaydi. Chunki insonning fitratida toza narsalar yashaydi. Uni fitratida toza narsa bor ekan, u tozalikka kir yo'ldan o'tolmaydi. Kecha aytganimdek, qurbaqani o'pish orqali uni shahzodaga yo malikaga olib boradigan yo'l, agar u sizni qurbaqani o'pishga majbur qiladigan bo'lsa, bu noto'g'ri yo'l. Bir yomonlik orqali yaxshilikka erishish yo'li noto'g'ri yo'l. Endi bir muhim bir narsani eslatma o'laroq sandiqqa ham qaytamiz. Men bugun ertalab yo'lda kelarkan o'yladim-da. Masalan, bizni deylik Al-Xorazmiy bugun butun sifrovoy narsalarni, bugun texnologiyalarda asosida turgan o'sha nollar bilan bog'liq nimani kashf qilganda, insoniyat uchun buyuk bir kashf bo'lgan. Shunchaki odamlarni yerini o'lchash uchun nima qilsam to'g'ri qilib o'lchab beraman deb kashf qilgan narsasi bugun butun dunyoni taqdirini bir tomonga burib yubordi. Va qarasangiz, kitobda o'zi yozib qo'yibdi. Allohning roziligi uchun shu bandalarni yerlarni o'lchashida foydalanishlari uchun shuni qildim deb Allohning nomi bilan bismillah deb boshladim deb degan ma'noda, endi so'zma-so'z to'g'ri aytmagan bo'lishi mumkin. Agar men aytsam borib, "Ey bola, yo'limdan qoch, meni orqamda Abdulla Tangri turibdi. Aytib beraman, Allohning tubiga bir so'rasam boya bola yo'limdan qochadimi?" Bismillah degani Allohning orqamda Alloh turibdi degani. Men butun har bir harakatimda Allohni oldim, yo'limdan qoch degani-da, to'g'rimi? Endi o'sha yerdan kelib, o'sha nuqtadan kelib fikr qilishdi. Biz u bayroqni o'rniga qo'yish uchun qaysi yo'ldan ketishimiz kerak? O'rniga qo'yadigan narsamiz nimaligi? Men umumiy tushunishim bo'yicha ilm haqida bo'ldi va katta bir maqsadlar qo'yish kerakligi. Tamam. Menda unday bir maqsad yo'q, unday bir tushuncha yo'q deb o'ylaylik. Siz nima yo'l ko'rsatasizki menga? Meni bu ko'r ko'zlarim ochilsin. Nima qilamiz? Qani meni ochinglar. Oydinlatinglar meni. Munavvar odamga aylantiringlar. Kimdan boshlaymiz? Yana Ikrom akadan. Tamam, Ikrom akadan boshlaymiz. Bugun o'zi globallashuv deyapmiz, u deyapmiz, bu deyapmiz. Hammasi alg'odalo bo'lib turgan paytda ko'p ishlarda tajribalar ko'ryapmiz, yangiliklar ko'ryapmiz. Qaysi bir muvaffaqiyatli, qaysi bir muvaffaqiyatsiz. Mana shularni ko'rar ekan, meni xayolimga bir narsa keladi. Velosiped haydamoqchi bo'lgan inson yana boshqatdan uni yasab vaqt o'tkazish kerak emas. Bitta qabila olovni o'ylab topgan bo'lsa, ikkinchi qabila ham boshqatdan uni ixtirosiga boshqa. Uni olib qo'ysam bo'laveradi. O'shanda cho'g'oling ozgina foydalaning, deyman. Dunyo bo'lib yaralibdiki, insoniyat mana shunaqangi tajribalar ustida o'tib kelavergan.
tuzalgan, buzilgan, tuzalgan, buzilgan, tuzalgan, buzilgan. Chunki insonda nafs bor, aql bor. Aql uni yaxshilikka tortib turadi, nafs uni buzuqlikka tortib turadi. Ba'zida aql kuchi yetmay qolib, nafslar kuchayib ketib qolsa, Alloh taolo ki unga risolat bilan yordam beradi. Ey, mana sizlarning maqsadlaring mana yoqda edi. Mana sizlarga yordamchi deydi, payg'ambar jo'natadi, kitob jo'natadi, shariat jo'natadi. Mana sizlarga qonun. Xuddi shunga o'xshagan bizda tajribada o'tgan shunday murojaat qilsak, uni bir kitob shaklida tasavvur qilsak, o'sha tarixni, o'sha bir jamiyatni shunday ochib har bir sahifasidan har bir muammomizga yechim topishimiz mumkin bo'lgan bir tajribamiz bor. Bu ham bo'lsa risolat davri, risolat asri. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlari, Qur'oni Karim nozil bo'lgan zamon, yer bilan osmon robitasi eng mustahkam bog'langan zamon, bevosita o'rtada bir farishta tushirib turgan zamon, hamma muammolarni ham va muammo yaratayotgan insonlarni ham bilib turgan va yaratuvchi hisoblangan zot tarafidan jo'natib turilgan bir risolat bor. Ya'ni u ham bo'lsa Qur'onimiz bor, sunnatimiz bor. Mana shu tarix, mana shu tajriba bugungi kunda bizda o'sha maqsad sari, umuman yoki islohot deymizmi, o'nglanish deymizmi, o'sha sari olib boradigan eng yaxshi, eng to'g'ri va eng natija, samarali bir tarix bu. Uni misol tariqasida aytadigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rasul bo'lib kelganlarida, payg'ambar bo'lib kelganlarida yer yuzini boshqa joyini qo'yaveraylik, Makkani o'zini eng muqaddas bo'lgan, insonlarga tavhid ramzi bo'lgan yerda 360 ta but taxlab qo'yilgan. Insonlar shu darajaga kelgan. Mushriklarni ibodat deb qilayotgan ishi shu darajaga yetgandiki, Makkani tavof qilay desa agar yalang'och holatda tavof qilish kerak edi. Rasululloh risolat kelmasdan oldin shu narsani ko'rgan bo'lgan. Ular ibodat deb qo'yadi. Ya'ni shunchalik darajada pok joy, shuncha muqaddas joy, shuncha chirkinliklar bilan to'ldi. Lekin tarix ichida bir zarracha bir vaqt deb hisoblanmaydigan 23 yil ichida o'sha davr hozirgacha 1,5 ming yildan beri 23 yillik poydevor ustiga qurilgan bir davr hozirgacha 1,5 ming yildan beri saodat asri deb eslanadi. O'sha davr insonlari yo'lchi yulduzlar deb eslanadi. Qanday erishdi? Boyagi narsa. Ular bor muammoni, jamiyatdagi bor buzuqligini, xoh nafsiga tegishli bo'lsin, xoh ahliga, xoh qo'shnisiga, xoh podshosiga, xoh gadosiga tegishli bo'lsin, hamma muammoni yechimini Alloh taoloning risolatidan, Alloh taolo jo'natgan kitobidan va Rasulullohning risolatidan izlagan. O'shanday qilishdi, oldi, qo'lladi, oldi, qo'lladi, oldi, qo'lladi. Mana shu narsani olsak, o'zimizda tatbiq qilsak, inshaalloh hozir biz shu paytgacha bizga yetib kelgan asari, ya'ni asar derkan biz chala-chulpa amal qilayotgan holimizda, qilib qilmayotgan holimizda, tushunib tushunmagan holimizda Alloh taolo bergan izzat. Bugun bir gapingiz bor edi, dunyoda madaniyatlar to'qnashuvi hozir ketayotgan vaqtda hamma taslim bo'lib turgan madaniyat illoq islom. Boshqa madaniyatlar ko'ryapmiz. Erkakka erkakni nigohlab berdi. Undan ham qo'yishmagandan keyin ochayligini erkakka hayvonni nigohlab berdi. Undan u yog'i nima bo'lsa qildi-da. Shunda insonlar kecha aytganimizni hayotda qolish uchungina hayotdan qochyapti dedik. Ya'ni sarxush qiluvchi ichimliklarning ichilishi yoki moddalarning qo'llanilishi yoki o'sha tungi klublarga borishlar, ya'ni ular bugun madaniyatimizni mana bunaqa erkinliklari bor deb aytayotgan narsalar, ularda u qaddar bir chirkin hayotidan qutulish uchun o'ylab topgan o'zlarini ovutadigan narsalarda insoniyat mazg'avani ichiga kirib baxtli bo'lishi mumkin emas, lekin ular bugun o'sha kirlarning ichida turib, insonga yarashmaydigan ishlarning ichida turib o'zini baxtli ko'rsatish harakatida va men o'ylaymanki bu g'arb madaniyatini asrlardir maqtanib kelayotgan o'sha Renesansdan keyingi ularda faxrlanib kelayotgan madaniyatini tugash nuqtalariga yaqinlashishi deb ko'raman men buni. Bu chiranishlarda. Buni albatta ilmiy nimalari ham bor. Buni o'zlarining olimlari yozyapti. Masalan, Global dunyo degan bir kitobda yozadi. Oldimizda qarib qolgan g'arb madaniyati, kuchdan qolgan deylik, ya'ni o'zini reklama qilish boshqa yo'lini topa olmayotgan Amerika,
tugash nuqtalarida va oldimizda yana ikkita kuch bor. Biri bu Xitoy, ikkinchisi musulmonlar. Biri puli bilan, boshqasi bilan, ikkinchisi madaniyati bilan. Insoniyat qaysi birini qabul qiladi? Bundan o'sha Hochli safarlardan oldingida yana butun dunyo faqatgina islomni qabul qilmaslik uchun kurashadimi? Ya endi shuncha zulmiga qaramay yashab qolgan bir madaniyatni qabul qiladi degan endi har xil prognozlar bor. Lekin aytishadiki, oxirgi 200 yil ichida masalan hech kim Xitoyga qarshi kurashgan yo'q. Lekin hamma musulmonlarga qarshi kurashdi. Hozir sharaf deyotganimiz o'zimizdagi nuqta o'sha o'zimizga zo'rg'a yuqtirib olgan dinimizda madaniyatlardan-da. Yevropani ruhiy holati o'zlariga ayon. Ichki holati. Bugun har bir oila, har bir o'quvchi, har bir direktor, har bir ishchi bir psixologga bog'lanib qolgani, doim unga murojaat qilib turishi, illoki bizga ham kirib kelyapti bu narsa. U o'ziga ayon. Lekin islomda u bo'shliq o'rnida to'ldirilgani. Unga kirishmayman-da, bitta voqeani aytaman, fikrimni tugataman. Yaqinda o'sha maqolani tarjima qildik. Qanchalik aynan mana shunday gulgulga to'g'ri kelib bo'lgan bo'lmaganini bilmayman, lekin 100% bundan ko'ra kuchliroq namuna bo'lganiga ishonaman bu narsani. Xullas, masjidda, Yevropa davlatida masjidda dars berayotgan o'qituvchiga ko'chada o'sha millatni bir musulmon bo'lmagan bir bolakay kirib keladi. Kirib kelib, "Hazrat, assalomu alaykum." "Va alaykum assalom. Men nima qilmoqchiman? Dinimni o'rganmoqchiman. Islom dinini o'rganmoqchiman. Sizlarda dars olmoqchiman, madrasada o'qimoqchiman." Hamma 6-7 yosh bola. Keyin bu kishi, "Xo'p," dedi. "Otang kim, onang kimmi, o'zing kelding?" "Qani nimaga olib kelmaysiz?" "Meni ota-onam, biz musulmon emasmiz," dedi. "Meni onam tashqarida turibdi. Musulmon bo'lmagani uchun kirmadi," dedi. Faqat onam aytdiki, "Bu yoqqa kir, so'ragin," deb aytdi. Ajablanib, "Xo'p, ketdik chaqani onangni oldiga," deb olib chiqdim dedi. Chiqib aytgandan keyin u kishi ona aytadi, "O'g'lingiz aka nimaga kirmadingiz?" U kishi yana aytadi, "Hazrat, men musulmon emasman. Men bir boshqa bir din vakiliman. Faqat shu o'g'limni sizlarning oldingizga olib kelishga majbur qilgan meni bir narsa bor. Meni qo'shnim musulmon. Qo'shnimning bolasi har kuni ertalab o'qishga ketar ekan maktabga, onasini qo'lini o'pib ketadi. Kechqurun kelar ekan, yana onasining qo'lini o'pib uyga kiradi. Men shuni ko'rib aytdim. Bunday avlod, islom tarbiyalagan bunday avlod bu ota-ona qarisi ertaga qariyalar uyga tashamaydi. Shu bolalarni men sizlar tarbiya qilib beringlar, ertaga meni xor qilmasin deb olib keldim. Islom yechim deb gapirilayotgan paytda 21-asrdagi insonlarning ko'pchiligi Yevropa turganda biz yechim emasmiz deb qarashadi-da ko'pchilik. Ya'ni chunki Yevropa bor. Yevropa hammaga o'rnak. Yevropaga qarab ketiladigan bo'lsa biz to'g'ri ketishimiz mumkin. Islom boshqacha yo'l, ya'ni rivojlanishning yo'li emas deb tushunadigan insonlar bor. Men tarixdan bir misol keltirmoqchiman. 1500 yil bo'ldi islom kelganiga. 1500 yil bo'lgan bo'lsa, Usmoniylarni o'zi dunyoni boshqarib, dunyoga madaniyat bergani o'ziga 600 yildan oshdi, 650 yil. Undan tashqari Abbosiylar bor, Saljuqiylar bor. Ya'ni Amir Temur davri bor, Mirzo Ulug'bek davri bor. Va bu davrlarning hammasini qo'shadigan bo'lsangiz va Yevropani dunyoni o'zgarishiga qo'shgan hissasini tarozini bir tomoniga qo'ysangiz, musulmonlarning ilm va taraqqiyotga nisbatan qo'ygan bir hissasini bir tomoniga qo'ysangiz, musulmonlarga bosib ketadi-da. Qanaqa qilib kichkina narsani ko'rib turib, bu bizni o'zgartiradi deyish mumkin. Yonida katta narsa turgan paytida. Juda katta narsa turibdi-da, chunki tarixni o'zgartirib yuborgan narsa shu. Keyin yana bir misollar keltirishadi. Yevropa bizga chiroq olib keldi. Chiroqni ular kashf qildi. Yevropa bizga avtomobil olib keldi. Ular qildi. Biz misol uchun kompyuter ishlab chiqarmadik musulmonlar. Kompyuterni yevropaliklar olib keldi, yevropaliklar kashf qildi. Biz faqat uxlab turibmiz deyish mumkin-da. Algoritm bo'lmagan, Al-Xorazmiy algoritm kashf qilmaganida matematika hozir yonimizda kompyuterimiz bo'larmidi? Agar misol uchun meditsina Ibn Sinoning ismidan olindi, chunki meditsinaning eng katta qaynog'i Ibn Sinodan olingan. Yoki astronomiya Mirzo Ulug'bekning qilgan kashfiyotlaridan kelib chiqqan bo'lsa, ya'ni butun dunyodagi barcha biz hozir yeyotgan mevalar, telefon bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin, negizida uni poydevorida islom turgan bo'lsa, agar islom bo'lmaganida, algoritm bo'lmagan, islom bo'lmaganida astronomiya bunchalik katta rivojlanmaganida yoki bo'lsa islom bo'lmaganida tibbiyot bu darajada katta yutuqlar erishmaganida biz hozir meditsinani ko'rarmidik? Biz hozir kompyuter ishlatarmidik yoki bo'lsa biz osmonga chiqarmidik biz hozir? O'sha yulduzlar tarixida misol uchun osmonga chiqishda o'zining bir nuqtasi bor. O'sha nuqtadan chiqilmasa samoga uncha raket uchib keta olmaydi. Bular kashf qilinmaganda, bularni musulmonlar o'zi poydevorini chizib bermaganda bu narsalar bo'larmidi? Bu poydevorlarni chizib bergan va bularga yo'lni chizib bergan. Mana shu yo'lda ketsang, to'g'ri ketasan deb turib, faqatgina yurgan yo'lovchini, ya'ni biz xarita chizib bergan insonni to'g'ri yo'l chiza olmaydi, lekin shu yo'ldan yurgan yo'lovchi to'g'ri yo'ldan ketyapti deyapmiz-da hozir.
shu narsalarga biroz diqqat qiladigan bo'lsa, ya'ni biz o'zi aslida qayerga qarab ketayotganimizni biz tushunmayapmizda. Aziz do'stlar, kecha ham kun bo'yi mehmonimiz Sharofati bilan uzoq suhbatlarimiz bo'lyapti. Kecha ham 2 da ajrashdikmi, 1 da ajrashdikmi? Men uyga borganimda yarim tun ekanda. Hozir ya'ni ajoyib kunlar bo'lyapti. Shuning uchun suhbatlarimiz ham nima bo'lib ketdi. Kecha bir misol o'laroq aytdiki, ya'ni hozirgi gaplar ham bunga misol bo'ladi. Isboti bo'ladi to'g'rirog'i. Biz xuddi bir oltin, kumush to'la bir sandiqni ustiga o'tirib olib tilanchilik qilayotgan odamlarga o'xshaymiz. Faqat shundan xabarimiz yo'qligi uchun ikkita nimasi bor. Yo xabarimiz yo'q, yo ishonmaymiz. Yo xabarimiz, yo ishonmaymiz. Xabarimiz yo'qligining sababi ham, ishonmasligimizni sababi ham so'nggi bir 200 yil ichida yashaganimiz nimalar deb o'ylayman. Biz tarixni himoya qilishga majbur emasmiz. Tarixni oqlashga ham majbur emasmiz. Va yoki tariximizni maqtashga ham majbur emasmiz. Lekin o'rnak va ibrat olishga majburmiz. Qayerda xatolik o'tdi-da, bu siz aytayotgan hozirgi yo'llarni boshida turganlar bizniki edi-yu, ular yo'lni so'ngiga kelganlar boshqalar bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Umuman bu yo'lni so'ngimi? Bular haqida ham o'ylashimiz kerak degan ma'noda eslayapman. Agar bir musulmon inson dunyoni o'zgartiraman yoki bo'lmasa bir kashfiyotlar qilaman desa yoki bir o'zini ustida ishlayman, dunyoni yaxshi tomonga o'zgartiraman desa, boshqalar 10 ta xizmat qiladigan bo'lsa, bizni bitta xizmatimiz 10 ta xizmat o'rnatib ketadi. Biz mana shuni unutib qo'ydik. Biz hozir misol uchun Elon Musk osmonga samoga chiqaman deyotgan bo'lsa yoki bo'lmasa katta kompaniyalar katta narsalar kashf qilayotgan bo'lsa, buning uchun misol uchun 10 yillab, 100 yillab harakat qilishayotgan bo'lsa, sa'y-harakat qilishayotgan bo'lsa, biz Allohning va'dasiga ishonib bismillah deb yo'lga chiqadigan bo'lsak, bizga 100 yil kerak emas, bizga 10 yil o'zi kifoya qilib qoladi. Biz mana shu narsani unutib qo'ydik. Inshaalloh. Agar Ilon aka Marsga chiqsa, biz ham borib Marsga, o'shada agar kimlardir yashayotgan bo'lsa, ularga ham borib Allohni tanitishimiz kerak-da. To'g'rimi? Bu iloji bo'lsa, ya'ni inson bir qismini olib mas'uliyatni, ikkinchi qismini rad etish imkonsizdir. Agar biz biladiganimiz bu koinotda bizdan boshqalar ham bo'lsa, agar biz ularni topsak, ularga yetib boradigan va ularga ham haqiqatni anglatadigan darajada jur'atli bo'lishimiz kerak-da. Men endi Muhammad Aliga. Marhamat, Muhammad. Kayfiyat uchun aytaman, yaqinda o'qib qolgandim. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Elon Muskning Marsga qo'ngan raketalari Marsda deydi, anja marojnalarni ko'rdi deydi. Nimani bunday jiddiy boshladi bu bola? Bu yaxshi narsani aytdingiz, ya'ni 23 yilda juda ham bir sahro badaviy arablarda bir to'plamda butun dunyoga dars berib qo'yadigan darajada sivilizatsiya markaziga aylanish va ular yulduzlarga aylantirish uchun juda ham kuchli tizim kerak. Baqara surasidan keladi-yu. Qani qo'llaringni kelsa, shunga tengma-teng keladigan kitob yozinglar-chi deb. Payg'ambarimiz alayhisalom o'qish bilmaganlar, yozish bilmaganlar, ummiy bo'lganlar. Bu bir dona sura olib kelingmi? Shunday. Ya'ni hozir kecha Ikrom aka ajoyib narsani aytdi, siz ham aytdingizki, ustoz. Hozir shuncha texnologiya bor, shuncha baza bor, shuncha yordamchi kuchlar bilan ham hozir shunga tengma-teng keladigan bitta kitob yozib ko'rsinlarchi, hamma olimlar yig'ilib qo'llaring kelarmikan? Undan keyin gapirish kerak. Xo'p, men tarixda ko'p voqealar bo'lgan. Bu akamiz eslatib o'tdi. Hozir hamma ingliz tilini qanday o'rganishga haris bo'lsa, o'sha zamonaviylashmoqchi bo'lib, kecha siz aytdingiz, Muhammadlar Mishel bo'lmoqchi bo'layotgan bo'lsa, tarixda bunaqa voqealar bo'lganmi desa bo'lgan. Ispaniya tomonlarida Andalusiya degan davlat bo'lgan va o'sha eng islom rivojlanib sivilizatsiya tili arab tili bo'lgan paytlari rohiblar kitoblarda yozib qoldirishgan ekan.
hozirgi yoshlar, ispan yoshlari aynib ketyapti degan. Yevropa yoshlari aynib ketyapti. Men ulardan xavotirdaman dedi. Ular arabparast bo'lib ketyapti. Hammasi deydi arablarga o'xshamoqchi bo'lib kiyinadigan va ularni tilini o'rganadigan bo'lib ketyapti. Bu til bilan birgalikda ruh kirib keladi. Men shundan qo'rqyapman deb yozishganda yoshlar aynib ketyapti deb. Nimadir qilishimiz kerak biz deb. Ya'niki sivilizatsiya shu qadar dunyoga yuksak bo'lishiga xizmat qilgan din vakillari hozirgi kunga kelib nimaga to'xtab qoldi? Nimaga biz endi ularga havas qilyapmiz? Nimaga dunyo rakursidan qaraganda islom yoki musulmonlar xuddi qoloq, kambag'al, texnologiya va hokazolarga nisbatan ortda qolganday tushunilyapti. O'zi aslida ham shundaymi yoki yo'qmi degan savol beradigan bo'lsak, bu narsaga biz javobni o'zimiz bo'lishimiz kerak. Mahatma Gandining zo'r gapi bor edi, be the change degan. Ya'ni biz orzu qilayotgan va biz gapirayotgan narsalar o'zimiz bo'lishimiz kerak eng avvalo. Ya'ni biz bundan buyon shunday yashaylikki, shunday bayroq, shunday yulduz bo'laylikki, musulmon bo'lish faxr bo'lsin. Orqada qolish yoki qoloqlik emas. Odamlar musulmon bo'lish uchun haligi nima deydi? Intilsin va shu qadar texnologik jihatdan ham, ilmiy jihatdan ham, yashash tarzi jihatdan ham va ruhiy, aqliy, jismoniy tarafdan ham o'rnak bo'lishimiz kerakki, ko'mir bo'lishimiz kerakki, odamlar mana shu narsani buyuklikni orqasida islom turgan, asosida islom turganini ko'rib, ularga antipatiya emas, simpatiya uyg'onsin va shu narsasiz men muvaffaqiyatga erisha olmas ekanman deb boya siz aytgandek, ona bolasini olib kelgandek, hamma onalar bolasini islomga yoki ana shu qadriyatlarga yetaklasin. Mana shu narsalarni aytmoqchimiz va o'shalar yetaklashi uchun siz bilan biz va bizni ko'rib turgan mana shu yoshlar, boya siz maqsadim yo'q, ko'zimni ochinglar dedingiz, misol uchun endi farazan yoshlarga aytmoqchi bo'lganim, mana shu oddiy bir stakanni yaratilishdan maqsadi borda, kvartsdan qilinadi bu shisha. Oddiy bir shishani yaratishdan maqsadi bor. Bu shisha bu. Tashlab yuborsam sanadi. Lekin siz inson o'laroq, bundan mukammalroq tizim o'laroq, maxluqot, mavjudot o'laroq bunda maqsad bo'lganda sizda maqsad bo'lmaydi. Agar maqsadsiz yashayotgan bo'lsangiz, shu shishadan ham pastroqsiz. Qiymat hosil qiling. Muhammad Ali Rahmat 21-asrda ayniqsa bugungi korona muammosi bilan butun dunyoni betonlarning ichiga, korobkaga solganda odamlarni solib qo'yish mumkin ekan. Va hech kim e'tiroz ham bildirmas ekan. Odamning joni o'ziga u qadar nima ekan? Va bugungi eng mashhur nimalar, vahimali narsalardan biri bizga chip o'rnatarmish degan vahimalar bor-da. Sizlar kulyapsizlar, ammo yig'laydigan holat bu. Bizga nega chip o'rnatsin? Ya'ni nega chip o'rnatsin bizga? Bizni Uyg'ur musulmonlarining dardi og'rityaptimi? Yo musulmonlar Afrikadagi musulmonlarning dardi bilan dardlanuvmidi? Ichimizda og'rib kechalari uxlamay chiqyapmizmi? Ichimizda bir shijoatmi borki, bizga chip o'rnatsin-da, bizni kontrol qilsin. Kechasi bilan uxlayotgan bo'lsak, o'zimizga qiziq bo'lmasak, tamommi? O'zimizni xurragimizdan o'zimiz uyg'onayotgan bir odamlar bo'lsak, masalan, bizga nega chip o'rnatsin? Bu birinchi taraf. Ikkinchi tarafi, a'zolarimiz bizga qarshi guvohlik beradimi? Ularga demak chip o'rnatilgan. Tillarimizga chiplar bor, ko'zlarimizda, qo'llarimizda chiplar bor. Agar bu qo'rqinch, bu xavotir Allohning mehribonligiga hech shubhamiz yo'q, rahimli ekanligiga. Lekin odamlar aytadi, men bilgan Alloh jazolamaydi. Sen bilgan Alloh shunday bo'lishi mumkin. Sen Allohni qahrini bilasanki, sen o'zing tasavvur qilib olgansan, o'zingning istagingga ko'ra. Alloh aytayapti, men qahhorman deyapti. Qahr qilaman deyapti. Shunda ham qo'rqmasdan. Otamizdan qo'rqamiz ammo, qo'shnimizdan qo'rqamiz, Tangrievdan ham qo'rqamiz. Orqamda Tangriyev turibdi desa, ishlarimiz zo'rib ketadi. Chunki hamma qo'rqadi-da, polvon ekan deydi, soladi qulog'im tuviga deydi, qulog'im qizaradi deydi, shishadi deydi. Lekin Alloh qahhorman deb turibdi, pinagimiz buzilmay uxlayapti. Ya'ni bizni o'rnimizdan turg'izadigan bu xavotir, bu hadik
Yo'q ekan, biz bir yolg'onchimiz. O'zimizni aldamasligimiz kerak. Biz bir yolg'onchimiz. Rostlardan o'zimizni berkitamiz. Qochiramiz va o'zini aldashga juda usta bir odamlarga aylanganmiz. Ha, har doim bizni kimdir bunday qilgan degan bahonani topish bizga qulay. Aslida hech kim bizni bunday qilgan emas. Biz o'zimiz shunday qilganmiz. Yo'lga chiqishdan oldingi tahorat deb bilaman. Men buni tan olishdi. Shavkat Miromonovich hokimiyatga kelganda biz har narsani o'zini oti bilan aytishni boshlaydik degan ma'nodagi gaplari men uchun katta bir nima bo'lgan. Bu millatimizni har narsani o'zini oti bilan aytishga o'rgatish darsi bu bizni mashinamizni o't olishidir. Men shunday deb bilaman. Kecha aytdingiz, Allohni o'zimizga moslashtirgandan biz uni had hududlariga moslashimiz kerak. Endi qo'shimchaga o'taman. Kecha ozgina gapirildi shu haqdaki, to bir o'zbek ayoli xorijda qiynalib yurar ekan, to bir o'zbek bo'z yigiti yo erkagi xorijda qiynalib yurar ekan, yoki farq yo'q. Umuman bizga qardosh millatlar, elatlar och qolar ekan yoki uysiz qolar ekan, umuman puldan, e'tibordan, ruhiyatdan aziyat chekar ekan, bizga uyqu harom bo'lgan. Aytganingizdek, uxlashga o'zi asla haqqimiz yo'q. Lekin siz cho'kinglar deb xuddi aytilayotgandek eshitiladi-yu, biz hech qachon tiz cho'kmaymiz, biz mazza qilib yotgan joyimizda yotaveramiz degan o'ynadi. Aytganingiz, sen kim bo'lsanki, senga rasxod qilib chip taqsin deydi. O'sha o'zingni kim deb o'ylayapsan? Ya'ni o qadar muhimmanki menga chip taqishni. Ya men kimman? Mendan nega bular xavotirlansin? Men ular nega tinchini buzay? Men o'zimni tinchini buzolmayotgan odamman. Bu gap mana auditoriyaga emas, avvalo o'zimizga aytilayotgan gap. Ya'ni biz kim bo'libmizki, hali dunyoda bir olamshumul ish qilyapmizki, dunyoni o'zgartiradigan bir katta bir loyihalar qilyapmizki, bizga chip taqsinda rostda. O'sha eng avval ishni nimadan boshlash kerak bo'ladi? Tahorat haqida gapirib, ishni haddimizni bilishdan boshlash kerak. Ko'p aytishadi, haligi siz yaxshi gapirasiz, gaplaringizni oyatdan, hadislardan misol keltirasiz. Men o'zi oyatdan deyarli misol keltirmayman, ijozatim ham yo'q. Istalgan intervyumizni ko'rishingiz mumkin. Hadisni keltirsam faqatgina bitta hadisdan misol keltiraman. Xolos u hamki man arafa nafsahu faqad arafa robbahu degan. Ya'ni kim o'zini nafsini tanisa, batahqiq Robbisini ham tanibdi. Ishni nimadan boshlash kerak deydigan bo'lsak, ishni eng avvalo o'zimiz kimmiz? Kimligimizni birinchi anglashdan boshlashimiz kerak. Banda o'zini bandaligini anglasa, banda o'zi erishishi mumkin bo'lgan eng yuqori cho'qqini anglasa, bu cho'qqini nomi abd degan maqom. Banda erishishi mumkin bo'lgan eng yuqori cho'qqi bu qullik, bandalik, bandaligini tan olish, qaysarligini, o'zi islom degani taslim bo'lish degani, taslimiyat degani. Ya'ni Xudoni tan olish va o'zini kimligini tanish. Shundan boshlashimiz kerakki, kecha bayt aytdik, zindagi omad baroyi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi. Hayot bu bandalik bilan hayot. Hayot bandaliksiz bu sharmandalikdir dedi. O'sha yaqinda Alloh umrlarini uzoq qilsin, Namanganga borganimizda Umarxon domlani ziyorat qilganda xuddi shu masalani aytganimizda, ya'niki eng yuqori cho'qqi abd degan maqom ekan, u rasul degan maqomdan ham yuqoriroq turar ekan deb aytganimda Umarxon domla zo'r gap aytdilarki, qarang, biz har kuni aytadigan guvohligimiz bor. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Abduhu degan so'z rasulullohdan oldin kelyapti. Abd degan maqom, ya'ni bandalik maqomi eng yuqori maqom turadi. Ya'ni biz o'zimizni kimligimizni anglasak, qanday anglasakki, biz hech kimmiz. Bir video chiqqan, hamma ko'rgan, uni mashhur video. Venera turadi, Mars turadi, Oy turadi, Venera turadi, Mars turadi, Yer turadi, keyin ketadi. Yupiter, Saturn, Quyosh ketadi. Antares deganlari bor, Aldebaran deganlari bor. Xullas kalom, ularda ortda Quyosh
changni zarrasida. Quyoshni oldida o'zi yer mana shunday nuqtada. Shu nuqtani ichida mana shunchagina o'zi Google Maps'dan ham ko'rinmaydigan odam. O'sha Google Maps'dan ham ko'rinmaydigan odam nimasiga kibr qilishi mumkin va nimasiga suyanishi mumkin. Boya juda zo'r misol aytdingizki, bizni orqamizda Alloh taolo turibdi. Mana shu bizni eng qiymatimiz, qimmatli narsamiz, ko'chan tilda aytganda ko'zirimiz mana shu. Ya'ni biz qachonki Alloh taologa tayansak, aziz bo'ldik, qachonki o'zimizga tayansak, xor bo'lamiz. Bir misol aytaman. Ikkita futbol jamoasini tasavvur qiling. Ikkalasida ham 11 tadan Cristiano Ronaldo bor. Bir xil kuchi. Nega ko'ra bittasi ikkinchisidan g'alaba qozonadi? Qaysini orqasida quyosh bo'lsa, unisini ko'zini oladimi? Bizning orqamizda bor u quyosh. Biz uni bilamiz. Lekin biz hali Cristiano Ronaldo emasmiz. Tamam? Eng qiziq bilasizmi achinarli holatini? Biz ko'zimizni yumib olib quyosh yo'q deydigan odamlarmiz. Ya'ni ko'rmayapman u qani quyosh deb ko'zimizni yumib olgan holimizda biz ko'rsak ishonamiz degan pozitsiyaga o'tmaganmiz. Aslida ishonsang ko'rasan. Qadar, taqdir qo'shilgan g'ayrat teng sevgiga. Bu nima degani? Bu degani olma pish og'zimga tush dema degani. Agar seni og'zingga tushishini istasang u olmani bir qadar g'ayrat qil degan. Biz bugun bu global dunyoda o'zini o'rnini topayotgan siz aytgan Ma'orij surasida o'sha uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan bir kunda bizni hisobimizda 50 ming yil, Ruhul Qudus farishtalar hisobida bir kunda, ya'ni qiyomat kunida deb hisoblab bo'lib chiqdik-da biz. 50 mingni nimasiga, daqiqalarga hisoblashsak, o'shanda farishtalarni bir kuni bizni 2 daqiqamizga to'g'ri keladi. Bizning umrimiz ularni bir kunini 2 daqiqasini olar ekan. Qiyomat kuni bu 2 daqiqalik hayotimiz uchun 50 ming yil tikka turamiz, navbatda turamiz hisob berish uchun. Agar bu bizni aqlimizni joyiga keltirmasa, biz hech narsa aqlimizni joyiga keltirmaydi. Hech narsa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va har bir nafs ertasi uchun nima tayyorlab qo'yganini ko'rsin dedi. Ertalab aytadi qiyomatda Alloh taolo. Ertaga deydi Alloh taolo qiyomat. 100 yil yashagan odamga ham shu, 1000 yil yashagan odamga ham shu. O'shaning uchun aytamiz, ey dunyodan qochish uchun dunyoga yopishayotganlar deymiz o'zimizga. Ey sandiq ustidagi tilanchilar. Ey butun umri 2 daqiqa chiqmayotganlar. O'zimizga aytyapmiz yana. Bu ey chipga arzimaganlar. To'g'rimi? Ey 30 yildan beri bir qizil bayroqni o'rniga qo'yish uchun bir latta topa olmayotganlar. Og'ir, ammo gerçekler bular. Ey tepaga chiqib birodarini tepib pastga tushirayotganlar. Ey xitobimiz ko'pda, og'riqli xitoblarimiz. Va bugungi suhbatlarimiz kim qaysi quloqqa ma'qul keldi, qaysi quloqqa ma'qul kelmadi, ammo bilishlarini istardik. Men qishlog'imizni sog'insam, Google Map'dan bo'lsa ham borib tomosha qilaman. Kecha Abdulazizga ham o'rgatdim. Qishlog'ingizni sog'insangiz, kiringda ko'chama-ko'cha yuring. 1 yildan keyin o'zgaradi, boshqa rasmlar qo'yishadi. Inson aslini sog'insa, Google Map yordam bera olmay qoladi-da. Boshqa bir yo'l bor. O, ya'ni haqiqatlarga ochiq ko'z bilan qarash yo'lidir. Keyin o'zini kimligini biladi. O'zimizni tanishimiz kerak deyapti-ku.
Ikrom aka, hozir men oilada nima qilishimiz haqida bir ikki og'iz qo'shimcha qilsangiz-da. Nega sizdan so'rayapman buni? Chunki bilaman yillardir oila psixologiyasi, islomda oila qanday bo'lishi kerak, yosh oilalardagi muammolar, farzand tarbiyasidagi xatolar, kamchiliklar, yo'llar, bular haqida bosh qotiryapmiz, kitoblar o'qiyapmiz. Bizga bir qisqagina bu birinchi qadamlar haqida nima qilsangiz? Xuddi bu Muhammad Ali tayyor bo'lib tursa, Muhammad Alining ham bu yo'lda oxirgi yillarda qilayotgan proyektlari bor, bolalarni tarbiyalash, ularni o'qitish haqida. Keyin sekin bugungi nimamizni yakunlasak, siz ham kitoblar bilan shug'ullanyapsiz. Nima bo'lyapti? Masalan, deylik 18 yoshdan, men birdan savol beryapman vaqtimiz qisqaligi uchun. 18 yoshdan kattalar uchun kitoblarimiz ko'pda. Ammo men bugun bozorda kessam, ulardan kichkinalar yo endi maktabga borganlar uchun bormi nimalardir? Bo'lsa ular nimalar? Bular haqida fikringizni aytasiz. Xo'p, bevosita oila haqida gapiriladigan bo'lsa, o'zi bugungi kundagi muammolarimiz, jamiyatda bor muammomiz, o'zimiz atrofimizdagi, o'zimiz ham shu muammoga dohil, ya'ni shu biz ham muammoning bir qismimiz. Qayerdan boshlangan bu muammolar? Bu buzilishlar, bu chirkinliklar desak, men oiladan deyman. Jamiyatdagi bir poraxo'r, jamiyatdagi bir o'g'ri, jamiyatdagi bir zolim, jamiyatdagi bir fohisha yoki jamiyatdagi boshqa bir amalni suiiste'mol qiladigan boshqa bir mas'uliyat sohibi shu ishni qayerdan yuqtirgansa oiladan deyman. Chunki u har bir aytgan kishilarimiz ma'lum bir oilani bir a'zosi. Yo qizi, yo o'g'li, yo eri, yo xotini, yo otasi, yo onasi. Ana shu jamiyatga bir kadr bo'lib, bir a'zo bo'lib kirar ekan, nima bilan tanglayi ko'tarilgan bo'lsa va nima bilan iliga qotirilgan bo'lsa, o'shanga ko'ra shakllanib shu holatga kelgan u. Va endi bugun bor muammoni yana to'g'rilash yo'li ham xuddi shu yo'l deyman. Endi uni to'g'rilash oiladan boshlanishi kerak deyman. Ahlimizga ta'sirimizni o'tkaza olamiz, farzandimizga o'tkaza olamiz. Bu narsani eng yaxshi yo'li, eng oson yo'li va eng to'g'ri yo'li oila deb o'ylayman. Yaqinda bir postimizda orqasidan bir ustozimiz bir narsa yozdilar, ikki qator so'z. Men sal ta'sirchanroqman gaplardan. O'sha bir marta qo'yib ilgari ta'sirlangan bo'lsam shu narsani ikkinchi marta ustozimizdan eshitib boshqatdan ta'sirlandim. Men bu boshqa o'zimiz qo'ygan narsa sahifamizga o'zimizga yangilik bo'lgandek keldi. Xullas, ertaga nasihat shu ediki, farzandlaringiz bir xato ish qilgan vaqtda insonlardan uzr so'rashidan oldin Alloh taolaga istig'for aytishni o'rgatib qo'ying. Chunki u bilsin, Allohning nazdidagi gunoh insonlarnikidan kattaroqligi, uni jazosi muqarrarligini bilsin degan narsa bo'ldi. Ruh, aql, tana. Islom uchalasini ham qamrab beradi. Hech qaysi tizim, hech qaysi tarbiya bu narsani qilma olmaydi. O'shaning eng nimasi bittasi ruhiy tarbiya. Oiladan boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bitta bo'lib tarbiya qilar ekanlar. O'zlari ham oilada, ham ko'chada namunalik ota va shaxs sifatida ko'rinar ekanlar. Har bir qilayotgan amalini nima uchun qilyapti? Uni orqasidan nima ta'ma qilyapti? Qanday qilsa to'g'ri bo'lishini o'rgatib qo'yishdi. Hammalari bir tekstda, bir chekkadan bitta maqsadni qo'yishni nima qildi? Allohning roziligi. Nima qilsa? Iqtisodchi bozorga chiqib bozor yopsa, Allohning roziligi uchun dedi. Shuning uchun aldamadi birovni, shuning uchun yolg'on gapirmadi. Bir kun payg'ambar alayhisalom bozorga borganlarida bug'doy sotayotgan ekan bir kishi. Haligi bug'doyga qo'l botirib ko'rsa, tagi nam. Rasululloh aytdilarki, bunga nimaga tagi nam? Ya Rasululloh, yomg'irda qopti, tagi nam bo'ldi. Bo'lmasa tagini ustiga chiqarib qo'ymaysan, odamlar ko'rsin. Deb orqasidan man g'ashshana falaysa minna degan. Kim hiyla qilsa, makr qilsa, aldasa bizdan emas dedilar. Tijoratchiga o'rgatilayotgan bir payg'ambarni nimasini qarang, bozordagi bir xodimga. Yoki bo'lmasa payg'ambar alayhisolamning oldilariga bir kishi keldi, bir qavmda bir ayoli buzuqlik qilib qo'ydi, jinoyat qilib qo'ydi. Uni shafoatchi o'laroq bir kishini olib kelishdi Rasulullohga.
Rasulullohning oldiga kelsa, vallohu ham Usoma ibn Zayd bo'lsalar kerak. O ismi kelmayapti. Eng Rasululloh yaxshi ko'rgan kishilardan birilar bular. Kelib, "Ya Rasululloh, haligi mana shu kishini bir haligi afu qilsangiz deb so'rab bering. Sizni Usoma yaxshi ko'radi Rasululloh, siz o'rtaga tushing" dedi. Payg'ambar alayhisalom oldiga kirib, Usoma aytdi, "Ya Rasululloh, shunaqa ish qilib qo'yibdi. Shuni bir kechirasizmi? Ya'ni shariatda had bor, chegara bor, jazo bor. Hamma tuzumlarda chegarasi nimasi bo'lgani, jazosi bo'lgani kabi." Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Ey Abdulloh, Usoma, sen Allohning shariatini o'rtasiga tushyapsanmi? Sen shu ishga tushyapsanmi?" dedilar. O'zi sizlardan oldingi qavmlar shunday edi. Jamiyatini bir zaif kishisi, uncha bir haligi obro'si bo'lmagan kishisi bir jinoyat qilsa jazolardi. Obro'liroq, mansabdorroq, asilzoda kishi agar jinoyat qilsa ularni kechirib yuborardi. O'shaning uchun Alloh taolo ularni halok qildi. Allohga qasam dedilar. Muhammadning qizi Fatima agar o'g'irlik qilsa, o'zlari aytibdilar. Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilsa, men uni qo'lini kestiraman dedi. Ya'ni bu qarangda oiladagi tarbiya, umuman jamiyatga berilayotgan bitta nima. Bu ikkinchisi, ya'ni bu yerda bir nima o'laroq bitta shaxs tarbiyalanmayapti bu. Yoki bo'lmasa bundan tashqari amallarga undovlarda qilish hammasi Alloh uchun ekanligi. Shariatni butun xususiyatini to'rdan birini ichiga olgan hadis bor. Innamal a'malu binniyat deyiladi. O'sha hadisning ichida payg'ambar alayhisalom shunchalik singdirdilar, hamma insonlar bir tekisda qiladigan ishni Alloh uchun qiladigan bo'ldi, firib yo'qoldi, hammasi yo'qoldi, yuksaldi. U nimada ko'rindi? Masalan, o'sha boya aytilgandek, bozorchida ham ko'rindi, o'qituvchida ham ko'rindi, o'quvchida ham ko'rindi, ixlos bilan xolis qildi. Ikkinchi yana bir hadis bor. Men buni jamiyat taraqqiyotining garovi deyman. Payg'ambar alayhisalom hadislarida Innalloha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu deganlar. Alloh taolo yaxshi ko'radi, sizlarda birortalaring bir ish qilgan vaqtda puxta va chiroyli qilishni yaxshi ko'radi. Bu taraqqiyotning fundamenti bu hadis. Bu mana shu hadisni oldi sahobalar. Mana shu bilan tarbiyaladilar demoqchiman. U sahobalar keyin dars bersa itqon qildi. Uni birov kuzatib turishi shart bo'lmadi. Uni birov sotib turishi shart bo'lmadi. Ular bir narsa doklad qilishi shart bo'lmadi. Ular yo'liga jurnal to'ldirishi shart bo'lmadi. Men itqon mutqin qilay, puxta qilay, chiroyli qilay, Alloh meni yaxshi ko'rsin dedi. Olayotgan talaba ham xuddi shunday qabul qildi. O'qituvchisini olmadi. Men chiroyli olay, puxta olay, Alloh meni yaxshi ko'rsin dedi. Qo'mondon shunday qildi, askar shunday qildi, hokim shunday qildi, mahkum shunday qildi va hatto asirlar shunday qildi. Qul shunday qildi va buning natijasida boya aytilgan natijadagi jamiyat o'sha ko'rinishga keldi. Mana shu narsalarda boshlanishi aytmoqchiman, eng tez manzilga biz olib borayotgan narsa oila. Oson, oddiy qilayotgan ishimizga ozgina mehr, mas'uliyat va Allohning roziligi, ixlos kerak. Ikrom aka, rahmat. O'ylaymanki, bizni tomosha qilib turganlar bu fikrlardan hammamiz ham kerakli xulosalarni o'zimiz uchun bir eslatma o'laroq yozib qo'ydik yo esimizda saqlab qoldik. Muhammad Ali, sizni eshitamiz, marhamat. Umumiy loyihalarimiz orqali biz yoshlarga, tengdoshlarimizga nima demoqchi bo'lyapmiz? Va biz shuncha chiqishlarimiz orqali nimani targ'ib qilyapmiz? Har bir bizni tushunadigan millatdoshlarimiz, elat qardosh xalqlarga shu narsani aytmoqchimizki, bu millatni, bu xalqni buyuk qilishni cheki sizni yelkangizga tushgan, bizni yelkamizga tushgan. Birinchi shuni his qilib olishimiz kerak. Ichingizda bir buyuk inson yashayapti. O'shani siz yashang. O'shani hayotini yashang. Harakat qilib boshlar ekanmiz, mana orqamizni ko'tarib yurib boshlar ekanmiz. Xudoyim berib qo'yadi. Shunchaki biz sababini qilishimiz kerak ekan, xolos. Bizni tasavvurimizga sig'maydigan darajada buyuk ishlar bo'lishi mumkin. Orzu bo'lib, u yetishmaydigan bir manzil bo'lib ko'rish mumkin ekan. Alloh taolo bitta xohlaydigan bo'lsa hech gap emas ekan. Kecha bir voqeani aytib bergandim. Farid Nattor Tazkiratul Awliyo degan kitobda keladigan. Malik ibn Dinor rahmatullohi alayh yoshliklarida 14 yil bir masjidda yelib yugurib xizmat qilgan ekanlar. Va qalblarida bir niyatlari bo'lgan ekanlar. Mana shu masjidga mutavalli bo'lsam, boshliq bo'lsam. 14 yil g'ayrat qilib u yoqdan bu yoqqa yugurgan paytlari birov bormisan sen deb aytmagan, birov qiyo boqmagan ekan. Axiri kunlar o'tib, ajoyib kunlari birida o'ziga qarab, "Ey Malik, uyalmaysanmi?
14 yil qalbingda tama bilan shu joyga bir mansab uchun yelding, yugurding, boshqalarga g'ayratli ko'rinding. Qachon sen bir Alloh uchun 2 rakat namoz o'qiysan deb o'zini ma'lumot qildilar va shu namoz o'qiy deb xolis Alloh uchun hech qanaqa ta'masiz masjidga kirib ketgan chog'larida masjid sahnida shu mahallani oqsoqollar yig'ilib shu masjidimizda bir mutavalli tayinlasak nima deysizlar, egalik yo'q qolardi desa, bu kimga tavsiya qilasiz desa, mana molik bor o'zi. Ko'z oldimizda katta bo'ldi, qo'lay chaqqongina bolasi. To'g'ri aytasiz deb turib, hammasi bir yoqadan bosh chiqar. Qani qayerda o'zi desam, hozir kirib ketdi masjidga. Kutib turamiz. Bu kishim chiqib kelib zinadan bitta pastga tushar ekanlar. Haligi oqsoqol gap boshlab qoldi. Ey Molik, biz senga zo'r xush xabarimiz bor. Ha, nima ekan? Biz hozir yig'ilib seni mana shu masjidga mutavalli qilmoqchimiz. Qalay deydi. O'shanda Imom Molik tabassum qilardilar beixtiyor. Ey Allohim, men mana shu gapni eshitaman deb 14 yil yelib yugurdim. Birov bormisan demadi-ya dedi. Vaholanki xolis sen uchun 2 rakat namoz o'qiganimga dunyoni oyog'imning ostiga olib kelib qo'yapti ular. Meni qiynamanglar deb chiqib ketdilar dedi. Ya'ni biz birinchisi o'sha yer yuzida bir buyuk inson qolgan bo'lsa, bu siz degan mesaj bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi biz yoshlarga aytayotgan gapimiz shunday bo'lyaptiki, hurmatli tengdoshlarim, qadrdon shu bizni ko'rib turgan aka, uka, opa, singillarimiz, agar biz bu hayotda boylikni maqsad qilib qo'ysak, boylikka erishamiz inshaalloh, lekin undan ortig'iga emas. Mansabni maqsad qilsak, juda uzoq vaqt ketar ehtimol, lekin inshaalloh unga ham erishiladi, lekin undan ortig'iga emas. Agar shuhrat kerak bo'lsa, Alloh taolo shu qadar mashhur qilib qo'yadiki, uni ortida baxtsizlik turadi. Baxt topa olmaysiz, undan ortig'iga erisha olmaysiz. Shuhratning bir gapi bor. Boylik bilan ovqat sotib olsa bo'ladi, lekin ishtahani emas. Tabibni sotib olsang bo'ladi, lekin salomatlikni emas. Hatto muallimni ham sotib olsang bo'ladi, lekin ilmda yo farosatda emas. Endi Instagramda biz juda oz odam ko'radi. Mana bu suhbatni milliondan ziyod odam ko'radi degan yaxshi gumonda. Endi yana oxirini yakunlayman. Ya'ni Rustamjon domla bilan ko'rishganimizda qadrdon akamiz Fatvo Uz, ya'ni telefon qilsangiz qo'lda o'sha odamga tushasiz. Qora akamiz zo'r narsa aytdilar. Adashmasam O'zbekistonda yaqinda bo'lgan voqea. Bir imom jumada ma'ruza qilayotsa, bir odam ko'rib qoldi. U odamki har kuni ichib shu mast holatda yuradigan, masjidda qadamini bosmagan odam. Ko'rib xursand bo'lib ketdi va ma'ruzani tugatib namozni o'qiya solib borib quchoqlab tabriklab, nima sizga hidoyat bo'ldi, nimaga, qanday Alloh taolo tavfiq berdi deganda, haligi odam aytgan gaplari men ta'sirlandim. Ya'niki men shu ichib yurgan aroqlarim haromligini o'zim ham bilardim. Bu ish noto'g'riligini ham bilardim. Faqat nafsimga kuchim yetmasdi. Men mana shu odamlarga qo'shilib shu masjidga keyin kelardim, men ham namozlar o'qisam derdim. Faqat bu ayollar meni bu yoqqa tortib olib kelmasdi. Axir kecha oqshom duo qildim. Ey Allohim, men shu qilayotgan ishlarim noto'g'riligini va senga namoz o'qishim kerakligini juda ham yaxshi bilaman. Mana necha oylar, necha yillardan beriki nafsimga qarshi kurashib shu aroq tashlashga harakat qilyapman. Tasha olmayapman. Allohim bilaman, o ikkalamiz o'rtamizda devor bor dedim. Shu devorda shu yiqitaman deb harakat qilyapman. Yiqita olmayapman. Men chunki bandaman, kuchim yetmayapti. Lekin sen Allohsan-ku. Sen buni yiqita olasan-ku. Iltimos, shuni yiqitgan, men senga talpingim kelyapti, men senga oldinga borgim kelyapti, duo qildim. Va buni qarangki, bu kunisiga ertalab aroqni butkul tashlab yuborib, oyoqlari masjidga olib kelib qo'ydi o'sha odam. Duo qilishda ham gap ko'p ekan. Alloh bilan gaplash, munojatda ham gap ko'p ekan. Bir birodar 7 yil farzand ko'rmagan ekanlar. Shu yerda yashaydigan bir birodar. 7 yil farzand ko'rmasa, boshqa bir ahli ilm kelib bir davrada o'tirib qolib, o'sha birodar haqida gap ketyapti. Gap ketib, bu kishining ham mana 7 yildan farzandi yo'q degan gap bo'ldi. Haragi tugagandan keyin, majlis tugagandan keyin
turib bu ahli ilm birinchi marta ko'rishib turishlari, ekanlari ham o'zbek. Qo'llarini ushlab chekkaga tortib aytdi: "Birodar, men sendan shunaqa xafa bo'ldim. Farzandsiz kishiga qarab. Xafa bo'ldim. Nimaga desa agar 7 yildan beri qanday qilib farzandsiz yurishingiz mumkin? Shu paytgacha duo qilmagansizda demak, qoyillatib." deb aytdi debdi. Chunki shuncha hammaga berilgan va qanday qilib shuncha haligi birodar aytar ekan, men haqiqatda 7 yil qilgan bo'lsam ham bunaqa his tuyg'u bilan qilmasdan faqat sababiyatga suyanib qolibman. O'sha kuni uyga borib, kechqurun ahlimni turg'izib duo qilishga kelishdi deb Alloh taolo farzand berdi. Farzand deb o'rgandilar, bu aytganingiz. Alloh muvaffaq etsin. Abdulazizni fikrlarini eshitamiz. Rahmat Abdukarim aka. Alloh rozi bo'lsin. Hozir hamma o'zini qilayotgan ijodiy yo'llaridan, o'zini bosib o'tgan, shu paytgacha bosib o'tgan millatni, ummatni yana ham yaxshi tomonlarda ko'rish uchun qilgan xizmatlardan kelib chiqqan holatida o'zini fikrini bildirdi. Shu orada bizni xizmatimiz kitob borasida bo'lganligi uchun asosan najotni ilmdan va kitobdan bilib, hozirgi insonlar, hozirgi ayniqsa o'zbek zabon insonlarini juda kam kitob o'qiyotganligi uchun shu narsaga hech bo'lmasa bizni qo'limizdan keladigan bir xizmat bo'lsin degan maqsadda harakat qilib kelayotgan bir inson sifatida shuni aytishim mumkin. Bir inson 1000 yil yashashi mumkinmi desa mumkin deyman-da. Albatta mumkin. Hatto 10 000 yil yashashi ham mumkin. Hattoki 500-600 yil yashashi ham mumkin. Va bu narsa qanday qilib bo'ladi desa, kitob bilan bo'ladi. Qanday qilib bo'ladi? Kitob bilan biz 60 yil yashar ekanmiz. Biz dunyo yangidan paydo bo'lib qolmadik-da. Ya'ni biz Odam alayhisalom emasmiz. Bizdan avval yashab o'tgan, bizdan avval Allohning roziligiga intilib turib yiqilgan, xato qilgan insonlar bor. Biz ularning xatolarini, yutuqlarini o'qir ekanmiz, biz hayotimizda yanada mazmunli yashay olamiz. Ya'ni 60 yillik umrimizga 1000 yillik barakani sig'dira olamiz. Siz bilan bir gaplashgan paytimizda biz vaqtni uxlamasdan, kam uxlashlik borasida gaplashgan paytimizda vaqtni uzun qilishga harakat qilyapmiz. Lekin ayrim insonlar, ulamolar bor, boshqa insonlar bilan bir xil yashashadi, 60 yil yashashadi. Masalan, Shayx Muhammad Solih Muhammad Hazratdan oladigan bo'lsak, hamma qatori 63 yosh, 65 yosh atrofida yashadilar. Lekin 63-65 yosh atrofida yashagan boshqa insonlar ham bor edi. Lekin ularchalik katta xizmat qila olmadi, ularchalik katta ulardan bir meros qolmadi-da. Nima qiladi? Alloh taolo o'zini intilgan insonlarga qanday yordam beradi desa, vaqt bir xil, uzunlik bir xil, lekin eniga uzunda. Allohning diniga xizmat qilaman, o'zimdan bir yaxshi ishlar qoldiraman deyotgan insonlar ilm bilan, kitob bilan boradigan bo'lsa, yana ham barakali, yana ham bir mazmunli umr yashay oladi. Shuning uchun kitob bizni hayotimizda juda ham katta bir samara beradigan narsalardan biri bo'lgani uchun insonlarni shu kitobga qaytarishlik, insonlarni kitob bilan hayotini to'g'ri va eng go'zal holatda yashashligi masalasida ish qilamiz deb turibmiz. Savol bergan paytingizda 18 yoshdan tepa bo'lgan insonlarga xos bo'lgan kitoblarga mos bo'lgan kitoblar juda ko'pligi, 18 yoshdan past bo'lgan kitoblar, bolalar uchun kitoblar juda kamligi to'g'risida fikr aytib o'tib ketdingiz. Haqiqatan ham xuddi shunday bo'lyapti. Kecha Muhammad Ali bilan biz uyimizda edik. O'tirgan paytimizda bir loyiha esimizga kelib qoldi. Bir loyihani qilamiz deb turdimiz. Inshaalloh bu to'rtalamiz oramizda bo'ladi albatta. Boshqalarga ma'qul keladigan bo'lsa, insonlarga har bir insonning uyida kutubxona bo'lishi kerak. Lekin insonlar qaysi kitobdan boshlab, qaysi kitobda tugatishligini va bu narsalarni ro'yxatini bilmaydi. Biz ularga bir yordam bo'lsin, maslahat tariqasida bo'lsin deb har bir xonadonda bo'ladigan eng oz 100 kitob kutubxona loyihasini qilishlikni mo'ljal qilib turdik. Bu 100 kitobni inshaalloh maslahatlashib, to'rtalamiz tavsiyalarimizga kelib chiqqan holatida bir tuzamiz. Bu kitoblarni o'zimiz kutubxona shaklida insonlarga taqdim qilamiz. Xudo xolisa kutubxonachi loyihasi ichida alohida bir kurs ham ochyapmiz. Shu 100 ta kitobni 3 oy davomida o'qib tugatishlik, samarali o'qib tugatishlik va hayotni yanada yaxshi tomonga o'zgartirishlik borasida, ya'ni barakali yashayapman. Allohga mana shunday umr berganligi uchun alhamdulillah deb o'tishlikni, kalima qaytarib o'tishni Alloh taolo hammamizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Amin. Ikrom aka, Muhammad Ali, Abdulaziz bugungi jonon bir suhbat uchun, muhabbat bilan to'lgan bir suhbat uchun sizlarga rahmat aytaman. Biz o'zimizni go'yo bir qo'riqchilardek tutamiz. Bizga ota-bobolarimizdan bir narsa qolganda, biz uni qo'riqlash bilan bandmiz. Albatta bunga shubhamiz yo'q, lekin ertaga biz unday bir narsa qilishimiz kerak, ertaga bizni nevaralarimizdan bir narsani qo'riqlasin-da.
Biz qo'riqchilar emas, bir narsa yaratuvchilar ham bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Inshaalloh. Ha, ha. O'shaning uchun bugungi inshaalloh suhbatimiz foydali bo'ldi. Hurmatli do'stlar, aziz tinglovchilar, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Yana eslatib o'taman, bobolari bilan boyagi faxrlanadiganlar emas, nevaralari faxrlanadigan bobolar bo'lishni Alloh bizga ham nasib qilsin. Aziz boshi zamon bo'lsin, yo'llaringiz ravon. Yaratganing doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog'lom ko'rinishingizning asosi bo'lgan sochlaringizni uzoq vaqt toza saqlash, to'g'ri parvarishlashingiz uchun Innova O'zbekiston kosmetika kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan shampunlarni tavsiya qilamiz. Eng to'g'risini tanlang. Biz esa sizga tabiiy, hamyonbop va mukammal formulaga ega Innova shampunlarni tavsiya qilamiz. Innova O'zbekiston. Innova O'zbekiston. Ko'zlar quvonchi.